Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va YouTube ishqibozlari. Bugungi original motobloglarimizning chiroyli obzorlarini qilib o'tamiz. Bugungi original motobloglarimizda Germaniya texnologiyasi asosida ishlangan original Rolls motobloglari va Germaniya standarti asosida ishlangan original Aren motobloglari va Arenimizning 7/9 modeli va 9 modellarini sizlarga chiroyli obzorni qilib o'tamiz xalqim. Kimga qanaqa bo'lsa, like, podpiskani albatta bosib kelgan insonlarga poddeshka qilib, chiroyli narxlardan qilib beramiz. Motobloglarimizning eng afzal jihatlari bilasizlar. Bu original motoblog bo'lgani uchun sifatlari sizga vashi kachistvalariga gap bo'lishi mumkin emas. Boshqa motoblogga nisbatan ancha baquvvat ishlangan blok motor qismlari bo'ladi. Bu original motoblogimiz Rolls motoblogi deyiladi. 9 ot kuchlik motor soatiga 500 gramdan 800 gramgacha rasxod qilib beradi. Salarka yoqilg'i turi salarka bo'ladi. Benzin baklariga 2,5-3 litr salarka sig'im bo'ladi. 1 litr moy quyiladi. 208 gram korobkaga dipayt 80-90 moy va yana berga 20-50 motor moy quyasiz. Bemalol ishlash soatiga sizlarga 8 gramgacha minimalni ishlagan vaqtda 8 gramgacha rasxod qilib beradi. Skorslari 4 ta skorli bo'ladi. 4 ta skorsiz 3 tasi oldinda yuradi, bittasi zadniy xod orqada yuradi. Bu original Rolls motoblogi. Balonlari pachimlilik balon bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qo'llari juda uzun ishlangan motoblog hisoblanadi. Bu motoblogimiz boshqa motoblogga nisbatan nimaga baquvvat, nimasiga ishonib olishim kerak degan insonlarga kelasizlar. Bu motoblogni boshqa 178 motoblogga nisbatan ancha baquvvat ishlangan bloklari, ko'rib turganingiz Belarus bloklaridan jihozlangan bo'ladi va ikkitadan vomlari bo'ladi. Bitta skor ziyodligiga ikkitadan vom qo'yib qo'yilgan, kelib xarid qilishingiz mumkin. 9,5 ot kuchiga ega 178 motor bo'ladi. Pullarga keladigan bo'lsak, bu garantiyali motoblogni nech pullarga bera olasan deydigan insonlarga like, podpiskani bosasizlar, 8 million 500 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Sal kami bor, frezer komplektida va ocharlarni qilib beriladi. Endi Aren motoblogining 7/9 modelini sizlarga chiroyli obzorni qilib o'tamiz. Bu statorlik bo'lgani uchun 7/9 modeli juda ko'p kishilar yaxshi bilishadi. 7 ot kuchlar ko'p statorlisiz bo'ladi, to'g'ri, lekin bu model 7/9 bo'lgani uchun statorli qo'yilgan varianti. Motorlari 7 motor, 17 korobka bo'ladi. Katta 17 ot kuchlikni korobkasini ko'rgan bo'lsangiz, juda katta baquvvat korobkadan qo'yilgan korobka bo'ladi. Boshqa motobloglarga nisbatan 7/9larga nisbatan ancha katta korobkasi. Buni qanday katta bo'lishi mumkin demoqchisiz? Korobkasini ko'rib ko'raverasiz, ancha baquvvat ishlangan korobka va yana baquvvat ishlangan balon qo'yilgan, rollari uzun shaklda ishlangan bo'ladi. Bu motoblogimizning sirlari Germaniya standarti asosida ishlangan degani, Germaniya standarti tasavvur qilinglar. Germaniya standarti standartskiy texnologiyasi, texnik ko'rikdan o'tkazib, standartni Germaniya bemalol Yevropaga eksport qilsa ham bo'ladi degan shaklda chiqib keladi bu narsani. Germaniya standarti asosida ishlangan motoblog hisoblanadi. Bu Aren firmaning 7/9 modeli. Pullarga keladigan bo'lsak, buni pullari 6 million 500 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Xalqim, original motoblogni eng sifati past motoblogni narxida xarid qilishingiz mumkin. Bu yil sizlarga ancha skidka bo'lib qoldi motobloglar. Shundan foydalanib qolasizlar, chunki motobloglarda ancha narxlari, chunki ko'p bo'lib kelganimiz uchun bu motobloglar narxlari ancha tashladi. Bu motobloglar boshqa joylarda Aren motobloglari
O'tgan yillar, unavaygi yillar 7 million 800 ming so'm, 8,5 million so'm, eng pasti 7,5 million so'm sotilgan motoblok hisoblanardi. Hozir sizlarga buni 6 million 500 ming so'm tarqatilib yuboryapti. Kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Mabodo yo menga 7 ga 9 emas, menga 9 model ber desangiz, 9 ot kuchisi ham mavjud. Kelib xarid qilishingiz mumkin. 177 motor bo'ladi, 9 ot kuchligimiz. Starterdan yonadi, akkumulyator starterlari bo'ladi, 17 katta korobka qo'yilgan bo'ladi. Bizlardiki 7 ga 9 degani ham hammasiga bir xilda 17 ot kuchli katta korobkasi qo'yilgan bo'ladi. Shunisini e'tiborga olib qo'yasizlar. Boshqa 7 ga 9 larga 2 litr, 1 litr 8 gram moy ketsa, shunisiga e'tibor. 7 ga 9 haqiqiy model bo'lgani uchun korobka 17 korobka qo'yilgan bo'ladi. Shunisiga e'tibor berasizlar. 7 ga 9 larni kichkina 7 ga 9 ham deyiladi, lekin u 7 ga 9 emas. U 7 ga 7 bo'ladi. O'qlari kichkina bo'ladi va 7 ga 7 bo'ladi. O'sha modellar ham mavjud. O'qlari kichkina bo'ldimi va yana bitta plyuslik jihati, o'qlar kichkina bo'ldimi, korobka ham kichkina bo'ladi, motor ham 7 ga 7 bo'ladi. Faqat balonni katta qilib qo'yilgan 7 ga 7 model bo'ladi. U 7 ga 7 hisoblanadi. Bu balon katta bo'lib, sizlarga oldida yana stoykasini katta qilib qo'ydi, yo rolni uzun qilib qo'ydi, 7 ga 9 bo'lib qoldi degani emas. Shuni e'tibor berasizlar. 7 ga 9 degani 17 korobka qo'yilgan bo'ladi va motor 7 motor bo'lishi kerak iminni. O'shaning uchun 7 ga 9 model hisoblanadi. Bloklari quyma blok bo'lsa, original motoblok blogi bo'ladi va ishlatsangiz uzoq vaqt ish beradi. Sizlarga qanchalik uzoq vaqt ish berishini bilmoqchi bo'lsangiz, blokka e'tibor bersalaringiz, ancha uzoq vaqt ish bergan bo'ladi. Endi narxlarga keladigan bo'lsa, 9 ot kuchligimiz ham shunaqa modelga ega, juda baquvvat ishlangan, like, podpiskalarni bosib keladigan insonlarga ataga Xudo xolasa inshaalloh ro'za Ramazon oyi uchun 7 million so'mdan qilib beramiz originalini. Buni sizlarga arzoni kerak bo'lsa 5,5 million so'mga 9 ot kuchli motoblogimiz 9 ot kuchligi mavjud. 4 million so'mga ham bunaqa aytgan modelimiz mavjud. Sizlarga aytaman, 6,5-7 million so'mga ham arzon motoblogimiz mavjud. Lekin bitta joyi bor. Motoblokni biz nima uchun 1 yildan garantiya beramiz? O'shaning uchun e'tiborga olasizlar. Motoblok 1 yildan garantiya berildimi, savdogarning bo'yniga mas'uliyat degan narsa minadi. Shunisi e'tibor berasiz. Shuning uchun savdogar sifatli motoblok sotyaptim, shuning uchun garantiya bera oladi. Bo'lmasa sifatsiz motoblok sotyaptim, hech kim garantiya bera olmaydi. Shunisiga e'tibor berasizlar. Sifatsiz motoblokka garantiya bergandan ko'ra o'zini jardan talab o'rganim ma'qul, chunki bo'ynagi rasxod chaynab ketaveradi. Bo'ynagi motoblok olib borgandan boshlanadi, siri chiqib, jo ketganicha hammasi siri chiqib ketaveradi. Shuning uchun motoblok olayotganda juda katta e'tibor beringizlar. Motobloklarda juda katta partiyalari yetib kelgan, arzonchi bor. Arzonchisi kerak bo'lsa bemalol beramiz. Lekin joyi bor, garantiyalar berilmaydi. Unisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Unga umuman garantiya ham bera olmaymiz. O'zimiz to'g'risini aytib sotamiz. Bizlarga juda katta partiyasi yetib kelgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xohlaganingizga Aren motoblok, xohlasangiz eski, xohlasangiz Vema motobloklari va yana Texno motobloklari xohlagan turdan mavjud. Like, podpiskalarni bosib keladigan insonlarga optimiy narxlarda chiqadi. Hozir 7 ot kuchligimiz juda katta partiyasi yetib kelgan. Greenix fermamizniki ham mavjud. Ko'rgi remenlik, remensiz hamma mavjud. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin, xalqim.